Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Aniket. Bugungi gaplashadigan videomiz top 5 romantika haqida. Ya'ni top 5 ta siz ko'rishingiz kerak bo'lgan romantika. Birinchisi o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, meni oyga olib ketdi. Bu animening qisqacha sujeti animeni boshdan boshlab turib, bolani yuk mashinasi urib ketadi va urayotgan vaqtida qiz uni hayotini qutqarib qoladi va undan keyin bola qizga turmush qurish taklifini beradi va birinchi seriyasidan boshlab turmush qurishadi va ular baxtli hayot kechirishadi. Animening qisqacha sujeti shu haqida. Endi ikkinchi animemizga o'tsak. Ikkinchi animemiz ham o'z vaqtida juda ham katta mashhurliklarga erishgan anime. Men yomon ko'rgan sinfdoshimga uylandim. Bu animening qisqacha sujeti qiz rashkchi bo'ladi, ikkalasi o'zi yomon ko'rgan sinfdoshim uylanadi va komedik desa ham bo'ladi. Butun shu anime komediyaga bog'langandek, dramatikadan ajraldi. Hozirda bu animeni hamma seriyasi chiqib ulgurgan, tugallangan anime hisoblanadi. Siz bu animeni ko'rishingiz shart. Va nihoyat uchinchi animemizga kelsak, bu juda ham katta mashhurlikka erishgan animelardan biri Horimiya. Bu animeni juda ham ko'p insonlar ko'rgan. Boshqa animelardan ajralib turuvchi tomoni buni sujeti bo'lib, sujetda bir oddiy babnik bola maktabda babnik bo'lib ko'chaga chiqqandan keyin kurtoy bola bo'lib qoladi va o'sha paytda o'zini sinfdosh Horimiyani yaxshi ko'rib qoladi. Bu sujetlar orasidagi komedik sahnalar bo'lsa, muxlislar ko'nglidan joy olgan. 4-animemizga keladigan bo'lsak, meni qizcham nafaqat go'zal. Bu animening sujeti oddiy maktab hayot. Lekin bir boshqacha tarafi bor, bola juda ham omadsiz bo'ladi va qiz bolaga kelgan omadsizliklardan bolani saqlab qoladi. Anime hozirda tugallangan. Animening janri romantika, komediya. Oxirgi animemiz 5 keladi. Bu animeda 5 ta qiz bo'ladi va 5 ta qizi hammasi o'qimagan bo'ladi. Bu animedagi janr juda ham yaxshi. Animeda bosh qahramonimiz o'qituvchi bo'lib 5 ta qizni o'qitadi, chunki ularning oilasi kambag'alchilikda bo'ladi. Anime romantik sahnalarga boy. Shuning bilan bizning animemiz tugadi. Sizlarga